Bir kuni Sulaymon payg'ambar uchar gilamning ustiga o'tiribdi. Mamlakatning ustida sayr qila boshlabdi. Go'zalliklarga maftun bo'lib qolibdi. Naqadar go'zal mamlakatning sohibiman debdi. Gilam egila boshlabdi. Gilamning egilganini sezib qolgan Sulaymon, "Gilam, qaddingni rostla" debdi. Gilam esa battar egilibdi. "Gilam, o'zingga kel. Men jahon sultoni Sulton Sulaymonman" debdi. Sulaymon payg'ambar yiqilay debdi. "Gilam, nima qilyapsan? O'zingga kel" debdi. Gilam esa "Sen o'zingga kel, Sulaymon. Bularning bari Allohniki. Hech nimani o'zingniki deb o'ylama" deb javob beribdi. Kuchni, saltanatni, boylikni o'zingniki emasligini yodda tutsang, hech nima ko'zingni qamashtirolmaydi o'g'lim. Mabodo qamashtirsa, gilamni emas,